Do'stlar, mana bu videoni oxirigacha ko'rishimizdan oldin podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Albatta, bundan ham chiroyli va qiziq videolarimiz sizlarga pryamoy joylagan zahotimizga yetib borishligi uchun like bosishni unutmanglar. Albatta, do'stlaringga ham ulashib qo'yinglar. Ularga ham balkim shunaqangi usta, shunaqangi chiroyli va go'zal ishlarni qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Qadrli aziz teletomoshabinlar, sizlar uchun ajoyib, juda ham chiroyli kontentimizni joyladik. Xo'p, bemalol yumshoqqina divonchangizga o'tirib tomosha qilishingiz mumkin. Albatta, undan oldin do'stingizga ulashib like bosishni unutmang. Podpisatsiya bo'lgan klientlarimiz uchun bizlarda ajoyib chegirma va skidkalarimiz bor. Постоянный klientlarimiz uchun ham podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Ko'rib turganinglardek 4 metrli oshxona mebelimizni tugatib joylashtirib berdik. Egalari ham juda ham ma'qul. O'rtamizga panelli gazga joy qoldirib ketdik. Tagiga g'aladon tortmalarimizni qilib berdik. Ikkitadan qilib. Xo'p. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu o'rta shkafimiz o'rta qismiga albatta holatga qarab duxovka yoki pech shunga o'xshagan bitovoy texnikalarimizni ham joylashtirishligimiz mumkin albatta. Xo'p, stolishniklari albatta rossiyskiy stolishniklardan qo'yib berganmiz. Xo'p. Do'stlar, ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa albatta podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Mana shu ko'rsatilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat. Hammangiz salomat bo'lasizlar.